Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Mindstorm kanali. Bugun sizlar bilan biz top 6 ta modlarni obzor qilamiz. Bo'lmasa ketdi. Do'stlar. Bo'lmasa qani bo'lmasa ketdik. Do'stlar, birinchi modimiz bu askar jitillarni qo'shadi, ya'ni shuni xuddi shunday. To'g'ri bo'lar, askar emas. Askar jitillarni qo'shadi. Şu 3 tane qo'shadi. Kamonchi. Bular bilan sizlar har xil qirol videolarini olsangiz bo'ladi. Har xil videolarda shu jitillarni urishtirsangiz bo'ladi. Ularni o'tsangiz bo'ladi. Judayam zo'r mod. Endi sal uzoqroqqa borib ikkinchi modimizni boshlaymiz. Qani bo'lsa ketdik. Do'stlar, ikkinchi modimizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi mod hozir ikkinchi mod bu karaxt emas, ya'ni bum. Do'stlar, ikkinchi modimiz bu do'stlar. Mana shunaqa. Har xil uruqlar, bunaqa qilichlar, bunaqa qilich bo'g'alar, har xil nayzali uruqlar, bunaqa narsalar, bunaqa kuchli zarbalar, bunaqalar. O'lishimizdan qaralar kattalar, judayam katta. Katta va bahaybat qurol bitta, bu ham judayam kuchli. Bu qirol ritsar ishlatadigan modga o'xshaydi ko'proq. Ya'ni Yasiko. Bu esa ajoyib qilich. Bu juda ham katta bolg'a. Bu esa ekspert qilichga o'xshaydi. Bu esa katta o'roq. O'roq ekan bu. Ursada bo'ladi takoy. Bunda faqat bu qurollar bilan cheklanib qolmaymiz. Har xil kostyumlar bor, masalan, mana bu. Do'stlar, qaytaman. Ashe. Sizlar do'stlar, avatarni ko'rgan, avatarni kim ko'rgan? Avatar. Senga afsonasi. Biz ulug' jangchimiz. Plajimizda plash kelamiz. Men ulug' jangchiman deb shuni kiyib, o'ynasanglar bo'ladi, maza qilib seriallar olsanglar bo'ladi. Keyingi modimizga bo'lsa, keyingi modimiz bu qurol modi, ya'ni har xil qurollar modi. Maza qilib o'ynashingiz mumkin. Do'stlar, granatani ko'ramiz. Otamiz ketdi. Qani ham portlaydi, qachon portlaydi ekan bu? Uchinchi bo'ldi. Mana bu. Bitta yana bitta mu qo'shilgan. Bu ana mod bilan birga mana zombi qo'shilgan. Bunaqa zombilar qo'shilgan. Qaranglar, kallasiga o'tadi. Kallasini qo'ying. Qarasizlar.
o'ladi. Qaranglar. Animatsiyasini yaxshi. Qaranglar, qurol olish, bomba olish animatsiyasi, o'qlash animatsiyasi bor. Qaranglar, mana kishiga men mazza qilaman. O'ta kuchli. Shu mod keyingi modimiz. Bizlar keyingi modimiz. Keyingi modimizda bizda shunaqa har xil hujjat, shunaqa telefon, mana o'zbek pullari degan mod. Xullas, keyingi modimizda, keyingi modga o'tsa, keyingi mod juda ham ajoyib mod. Ko'rsatdim. Oppa. Nima bo'ldi? Zo'r. Turamiz, ha? Bu yotish, ya'ni yotamiz. Oppa, mazza quyosh toblanib. Ha? Keyingisi. Bitta hozir ana qirol ritsar olasizlar-ku. O'shanda har xil ko'chada qolib ketgan edi. Mana gilamcha bo'lsa, gilamcha olmasa-da, to'shab qo'yasa-da, hech chiqib. Ne yotib olasiz. Aziz. Do'stlar, keyingi modimiz. Bu yerda modda o'tirish bor. Nafaqat yotish va o'tirish. Yemaklash ham bor do'stlar. Bu bir blokka ham sig'ib ketaveradi. Ko'rsam bir blokka sig'ishini, mana bir blok ko'rim sig'di. Sig'ib ketaveradi, buning farqi yo'q. Keyingisi ham bor. Bitta sakrashda bo'lsa, nima qilamiz? Oppa, ko'rlang. Mazada shunaqa. Mana bo'ldi, keyingi modga o'taman. Bum. Keyingi mod. Keyingi, ya'ni eng kerak bo'ladigan modlardan bittasi. Bu NPC modi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana katta mana tuxumchaga qaramiz. Pastroqqa tushamiz. Bitta NPClar bor. Hozir birinchisi Kachok Jidel. Keyingisi bandit. Bu Redder videolarda askar bor. Keyingisi Derp bor. Derp Maniak ham bor. Maniak qo'rqinchli ekan. Prosta. Kameramen ham bor. Kameramen videosini olmoqchi bo'lsanglar. Jones, Redder videolarda ko'p tushib beradigan. Do'stlar, hammaga ko'rganingiz uchun sizga albatta rahmat. Sog' bo'linglar, hammaga xayr do'stlar. Hammaga xayr.